Xitoy paxtasini kapilli sistema orqali sug'orish va uning asosiy farqi va uslubi. Xitoy paxtasini kapilli sistema orqali sug'orish va uning asosiy farqi va uslubi. Ya'ni aynan bu paxta dalamizda podklyonka qilinib, kapilli sistema tashlab ekilgan sug'orish har 3 kunda amalga oshiriladi. Toza suv ko'chatni vegetativ massasiga qarab 8 soatdan 10 soatgacha toza suv beriladi. Va o'g'it berilishdagi bitta farqi shunda bo'ladiki, toza suv 8 yoki 10 soat berilganda namlik mana klyonkaga tegib qoladi. Ya'ni pastki podklyonkaga tekkandan keyin 1 soat oralig'ida toza, ya'ni bularga beriladigan oziqa moddalar jo'natiladi. Va uning ortidan kapilli sistemada oziqa moddalarning qolib ketmasdan o'sha kapilli sistema ishdan chiqmasligi uchun orqasiga yana 1-1,5 soat davomida toza suv beriladi. 10 soat, 8 soat suv berilishdan asosiy maqsad nima? Ya'ni tuproq mana ko'rib turganingizdek kapilli sistema va plyonka bo'layotgan bo'lsa, namlik har tomonda, ya'ni ko'chatdan qarib 25-30 sm yon tomonga namlik yetib borgandan keyin oziqa tushadi va oziqa aynan kapilli usti yopilgan plyonka tagida bo'lganligi uchun namlikni tarqalish arealiga qarab oziq moddalar ham tarqaladi va o'simlikni ildiz hajmi shuncha o'sadi va beriladigan oziqani ko'proq o'zlashtiradi. Mana shu eng asosiy sug'orishdagi bitta farqlaridan va eng aqlli ishlaridan biri hisoblanadi. Va natija mana shu ko'rib turganingizdek paxtalarimiz mana shunaqa hosildorlikka o'tiradi.